Qalam surasi Makka da nozil qilingan 52 oyatdan iborat. Surada qalam va yozuv qurollarining sha'ni ulug'lanadi va ular bilan qasamyod etib, Alloh o'z payg'ambarining haq ekani, mushriklarning inkori va bo'xtonlari botil ekanini isbotlaydi. Surada baxillik qoralanadi va uning yomon oqibatlari ifoda etiladi. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Nun. Qalam va u bilan yozadigan narsalar bitiklar bilan qasamyod etamanki, ey Muhammad, siz Rabbingizning ne'mati bois majnun emasdirsiz. Albatta sizga sabr qilganingiz uchun tuganmas mukofot bordir. Albatta siz buyuk xulq uzradirsiz. Hali yaqinda ko'rajaksiz va ular ham ko'rajaklar qaysi biringiz, sizmi yoki ularmi maftun, majnun ekaningizni. Albatta Rabbingizning o'zi uning yo'lidan ozgan kimsalarni yaxshi biluvchidir va u hidoyat topuvchilarni ham yaxshi biluvchidir. Bas ey Muhammad, islom dinini inkor etuvchilarga, mushriklarga itoat etmang. Ular bilan murosa soz bo'lishingizni, shunda ular ham siz bilan murosa soz bo'lishni istarlar. Ey Muhammad, har qanday tuban qasamxo'rga, Valid ibn Mughiraga itoat etmang. U g'iybatchi, gap tashuvchi, yaxshilikni man etuvchi, baxil, tajovuzkor, gunohkor, qo'pol va bulardan tashqari benasab haromidir. U mol mulk va o'g'illarga ega bo'lgani uchun shunday qiladi. Qachonki unga oyatlarimiz tilovat qilinsa, bular avvalgilarning afsonalari-ku deydi. Yaqinda uning tumshug'iga tamg'a bosib qo'yajakmiz. Dar haqiqat biz ularni, Makka ahlini, bog' egalarini sinaganimizdek imtihon qildik. O'shanda ular albatta uni, bog' hosilini erta tongda uzib olamiz deb qasam ichgan edilar. Lekin istisno qilmagan edilar. Xudo xohlasa demagan edilar. Bas tunda ular uyquda bo'lgan chog'larida u bog' uzra Parvardigoringiz tomonidan bo'lmish aylanuvchi ofat olov aylandi. Bas hosil yig'ilgandek bo'lib qoldi. Bog' kuyib kul bo'ldi. Erta tongda turishib bir-birini chaqirishdi. Agar hosilni uzmoqchi bo'lsangiz, ziroatgohingizga bora qolingiz deb. So'ngra shivirlashib jo'nadilar. Bugun bog'da hosil terayotgan vaqtda ustilaringizga biror miskin kirib qolmasin-da der edilar. Ular o'zlaricha mazkur g'arazga qodir bo'lgan hollarida tong saharlab bordilar. Bas qachonki uni kulga aylangan bog'ni ko'rishgach, avval shubhasiz
bizlar yo'ldan adashib qoldik, ya'ni boshqa boqqa kelib qoldik dedilar. So'ngra yo'q, bizlar bog'imizdan mahrum bo'libmiz dedilar. Shunda ularning o'rta holrog'i: men sizlarga Allohga tasbih aytmaysizmi, hosil shukronasiga kambag'allar ulushini bermaysizmi demaganmidim dedi. Ular kech bo'lsa-da Rabbimizga tasbih aytamiz, haqiqatan bizlar o'zimizga zulm qiluvchi bo'ldik dedilar. So'ngra ular bir-birlariga qarab malomat qila boshladilar. Ular dedilar: holimizga voy, dar haqiqat bizlar haddan oshuvchi ekanmiz. Shoyatki Rabbimiz bizlarga u bog'dan ham yaxshirog'ini almashtirib bersa, bizlar albatta Rabbimiz sari intiluvchidirmiz. Azob mana shunday. Agar bilsalar, albatta oxirat azobi yanada kattaroqdir. Albatta taqvodorlar uchun Parvardigorlari huzurida ne'mat bog'lari bordir. Axir biz musulmonlarni jinoyatchilarga, kofirlarga barobar qilarmidik? Ey mushriklar, sizlarga ne bo'ldi? Qanday hukm chiqarmoqdasiz? Yoki sizlarda osmondan tushirilgan biror kitob bo'lib, undan o'rganayapsizmi? Unda sizlar uchun o'zlaringiz xohlagan narsa bormi? Yoki sizlar uchun bizning zimmamizda o'zlaringiz hukm qilgan narsa sizlarniki bo'lur degan to qiyomat kunigacha yetuvchi qasamlar, ahd paymonlar bormi? Ey Muhammad, ulardan so'rangchi, qaysilari bunga da'volarining haq ekaniga kafil bo'la olur ekan? Yoki ularning sheriklari bormi? U holda rostgo'y bo'lsalar, o'sha sheriklarini keltirsinlar. Boldirlar ochiladigan, ishlar mushkullashadigan va sajda qilishga chorlanishganda sajdaga kuchlari yetmay qoladigan kunni, qiyomatni eslang. O'shanda ko'zlari quyida yerga qaragan va ularni xorlik egallagan holda bo'lurlar. Ular sog'lom bo'lgan hollarida sajda qilishga chorlanar edilar, ammo undan bosh tortgandilar. Bas ey Muhammad, ushbu so'zni, Qur'onni yolg'onga chiqaradigan kimsalarni menga qo'yib bering. Yaqinda biz ularni o'zlari bilmaydigan, sezmaydigan tomondan darajama-daraja tutgaymiz, halokatga duchor qilajakmiz. Men ularga muhlat berib turaman, zero mening makrim juda qattiqdir. Yoki siz, ey Muhammad, da'vatingiz uchun ulardan haq so'rayapsiz-u, ular qarzdan og'ir sinayaptilarmi? Yoki ularni huzurida g'ayb, lavhul mahfuz boru, ular aytayotgan so'zlarini o'shandan yozib olyaptilarmi? Bas ey Muhammad, Rabbingizning hukmiga sabr qiling va nahang baliq sohibi Yunus payg'ambar kabi betoqat bo'lmang. Qayski
u baliq qornida turib g'amga to'lgan holda Parvardigorga nido qilgan edi. Agar unga Parvardigori tomonidan ne'mat yetmaganida albatta qoralangan holida quruqlikka uloqtirilgan bo'lar edi. Bas Parvardigori uni qaytadan payg'ambarlikka tanlab, solih payg'ambarlardan qildi. Albatta kofir bo'lgan kimsalar zikrni, Qur'onni eshitgan vaqtlarida sizni ko'zlari bilan tikilib yiqta yozurlar va albatta u majnun derlar. Holbuki u Qur'on barcha olamlar uchun eslatmadir.